Kimchili ramyon yeb ko'rganmisizlar? Oddiy ramyonga qaraganda kimchili ramyon juda ham mazali. Buning uchun bizga kimchi bilan ramyon kerak bo'ladi xolos. Uyimizda ramyon yo'q. Ramyon olib chiqqani ketdik. Koreyada yomg'ir sezoni boshlandi. Bir oy tinmay yomg'ir yog'adi, ertalabdan kechgacha. Lekin mayda yog'adi, yuraklarni ezib yuboradigan. Ramyonimiz tayyor bo'ldi. Endi buni yeb ko'ramiz. Buning ichiga faqat kimchi qo'shilganligi uchun kimchi bilan ramyonni ta'mi keladi xolos. Juda ham mazali. Ramyonni ko'p qaynatib olsanglar bo'lmaydi, chunki juda ham pishib ketsa, ta'mi g'alati bo'lib qoladi. Faqat kimchining ta'mi kelyapti. Kimchi va ramyonning ta'mi vashi. Даже O'zbekistondagi hot lunch yoki shunga o'xshagan ramyonlar bilan ham kimchi solib tayyorlab ko'ringlar, vashi zo'r chiqsa kerak. Kimchi ramyonni qanchalik mazaliligini hozir Karis erimga telefon qilib birgalikda so'raymiz. 뭐야? 라면. 배고파서. 먹방이야? 양이한테. 김치라면 만들었어. 아니 왜 이렇게 귀여워요 나라 요즘? 김치라면 너무 깔끔하고 너무 맛있지 않아? 김치 좋아해. 나라 자다 일어났어? 근데 맛있게 먹네. 몇 개야? 2개? 하나지. 옷에 튀었는데? 하나밖에 없어. 귀여워. 나라 왜 이렇게 귀엽지? 양쪽에 핀도 꽂고. Даже Karis ramyonimga ham erim juda yoqadi.